onasidek azob cheksa keyin oladi. Man onam ko'rgan kunlarni ko'rgani yo'q deydi. Kartasida vechna pul deydi. Mani onam bechora qatuvlarni deb turib mana shunday yig'lavordida. Bu onasiga achinish dardida, onasini achintirmaydigan hayotda yashash uchun yashayapti. U xotinini oldida eram emas halida u odam. Yo'q, u bola o'sha 10 yashar bola holida yashab yuribdi. Nimaga erishsa onasi uchun-da. O'zi taqdirlar har xil-ku, masalan. Insonning taqdiri takror bo'lishi shart emas. Yo'q, shunaqa erkaklar bor. Onasidek bo'lmagani uchun ayolga qadr bermaydi. Onasi mashaqqat ko'rgan, mol boqdi, sigir sog'di, anta qatu ko'tarib borib sotdi, qiyinchilik ko'rdi, pulsizlik ko'rdi. Xotini bu narsalarni ko'rmayapti. Zato что er boyligida keldi. Shuning uchun bu odam emas. Onasidek azob cheksa keyin oladi. Mana shu taqqoslashdagi erkaklar bor. Onaga taqqoslamanglar, iltimos, mana xotirjam bo'laveringlar. Ayolinglar bor funksiyadan foydalaninglar. Balki u juda ham chiroylidir. Balki deylik, u juda ham yaxshi muomalasi bordir. Bar bo'ladi, yo'q qanaqadir resursi.